Assalamu alaykum qarindoshlar. Men bugun vatandagi urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchi. Bu yoqning ismi Gulshan Sali. Yani mening ocham bo'ladi. 55 yosh. Xinjiang Universiteti basma zavodidan pensiyaga chiqqan. Bu yoqning ismi Murat Vushur. Yani qaynakam bo'ladi. 62 yosh. Xinjiang Universiteti material bölümünden pensiyaga chiqqan. Bular 2017-yili 4-ayning 8-kuni Xitoyninki atalmış tarbiyalash lageriga o'rganishga barsizlar degan bano bilan tutib ketilgandan keyin hozirgacha hech qanday xabarni olamadik, hech qanday uchur yo'q. Bularning adresi bo'lsa Xinjiang Universiteti oyliklar qorosi 27-bino 4-qavat 404 nomerli uyda o'ltirdi. Bugun mening bu guvohlikni berishdagi maqsadim Xitoy hukumatı yaqindan beri bu Xinjiangda hech qanday jazo lagerlari yo'q. Bu faqat tarbiyalash kurslari, bu yerdagi xalq bayashat deb yolg'on xabarlarni berib, xalqarani va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini aldashga urinyotdi. Shunga men bu guvohlikni berish orqali Xitoyning haqiqatan jazo lagerlarini qurganligini, haqiqatan nurg'un Uyg'urlarningki ota-onalari, bolalari, aka-adilaridan ayrilganligini isbotlamoqchi. Şuna Amerika ve Avrupa ittifaqidagi kuchli davlatlarga qildigan iltimosim, sizlar 21 asrda yana Xitoy hukumatining shunday jazo lageri, kampa deydigan inson qalbidan chiqqan turmalarni xohlagancha echishiga qarab tursanglar, kelgusida bu jazo lagerlari sizlarning vataninglarda ichiladi. Chunki Xitoy kommunistlarining oxirgi maqsadi butun dunyoga xo'ja bo'lish, butun dunyo millatlarini o'ziga qul qilish. Shuning uchun mening bir iltimosim 2019-yili dunyodagi o'zining ruhini, g'ururi va vijdonini Xitoyning puliga, miliga tegishib etmagan haqqoniy davlatlarning va haqqoniy shaxslarningki biz Uyg'urlar uchun amaliy harakatga o'tishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Biz Uyg'urlarmi bu yo'lda har qanday fidokorlik ko'rsatishga har zamon tayyormiz. Hammaga rahmat.